Rivoyat qilinishicha, ma'lum bir shohliqda bilim kamoliga yetgan bir ustoz bor ekan. Podshohmi bu ustozga qoyil bo'lib, podshoh bolasini ustozga tarbiyaga beribdi. Shahzoda 10 yil o'rganishi kerak bo'lgan narsaning hammasini o'rganib bo'pti va ustozi bilan xo'shlashib beribdi. Ustozi uyga qaytishga tayyorlik qilib turayotgan shogirdini bir testak uribdi. Bekadan bekaga urilgan bu testak shogirdning ichiga o'tib ketibdi. Shogirdlik hurmatida ustoziga gap qilolmabdi. Yillarning o'tishi bilan otasining o'rniga shoh bo'lganda, uning birinchi qilgan ishi ustozni huzuriga ilib kelib, ashu kundagi testakning sababini so'raganda ustoz shunday javob beribdi: "Men sizni bekadan beka urmadim. Ana shu testak 10 yildan beri qalbingizda o'chmay kelibdi. Bilib qilingki, siz kimga zulm qilsangiz, uning qalbida alam saqlanib qoladi. Bu mening eng oxirgi darsim edi" debdi. İnsan ömrüde kimden azar yeganini biladi, lekin kimga azar berganini bilmaydi. Agar bilgan bo'lsa edi, hech kim azar bermagan bo'ladi. Esimizda bo'lsinki, qo'g'lishish tas bo'lgani muhabbatdir. Qaytirish tas bo'ldigini odamgarchilik. Erishish tas bo'ldigini do'stlik. Ayrilish ig'ir keldigini qarindoshlik. Tepish tas bo'ldigini haqiqiy muhabbat. Eng umoq ko'rindigini kulimsirash. Aldash bo'lmaydigini odamning hissiyoti. Kem bo'z bo'lmaydigini do'stlik. Til bilan ifodalik bo'lmaydigini sig'inish. Kechirishga bo'lmaydigini yuz o'rish. Qutqizg'ili bo'lmaydigini umidsizlikdir. 快手，拥抱每一种生活。